ishlagim keladi, o'qigim keladi, lekin xayollarim chalg'ib ketadi yoki uxlab qolaman yoki kimdir chalg'itadi. Nima qilsam bo'ladi? Hozirgi vaqtda keng tarqalgan muammo. Bu uchun biz pomidor usulini qo'llaymiz. Pomidor usul qanaqa bo'ladi? Siz bir kunda hamma uyingizdagilarmi, ishxonangizdami, qayerda bo'lmasangiz, sizni 25 daqiqa ichida umuman bezovta qilmasliklarini iltimos qilasizda, 25 daqiqa siz faqat o'sha o'zingizda qilmoqchi bo'lgan ishingiz bilan shug'ullanasiz, o'zingizga 5 daqiqa dam berasiz. Xuddi shu asnoda siz bir kunning ichida 4 marta 25 daqiqadan siz o'zingizga vaqt ajratasiz. Ayni o'zingizni ishingiz uchun. Oxirgisida siz 15-20 daqiqa dam berishingiz mumkin va siz o'sha 1 soatni ichida bir kunlik darajadagi bo'ladigan ishingizni shu daqiqalarda bemalol ulgurib qilib olishingizga maslahat beraman va bu narsa ko'p sinalgan va effekti zo'r. Men bu texnikani ishxonamda ham va uyda o'zim ham shu texnikadan foydalanaman. Pomidor usuli bilan foydalaning.